Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan flex bo'ladi va bugungi videomizda sizlarga juda top akkaunt upload qilib beraman. Albatta, akkauntning egasini kommentariyada yozib ketaman va bemalol savdo qila olasizlar. Bu akkauntimizga kelayotgan bo'lsak, A few moments later. Tak, bu akkauntimiz 2023-yil ochilgan ekan va bu Sonsislava, Sonchning fan 1 va bemalol Brawl Pass'lar juda ko'p olingan va bemalol savdo qila olasizlar. Yana bu yerda 4 ta brawler kartlar bor. 4 ta brawler kartlarni endi tushuntirmayman, chunki o'zingizlar ham bilasizlar. Va bu akkauntimizda 103 ta brawler bor. Lekin sizlar xohlasanglar bol sota olasizlar. Aytib ketganimdek 4 ta brawler kuchlari bor va bu akkauntimizda 40 A few moments later. va aytib o'tganimdek bu yerda 43 ta prime bor va 67,000 kubka bor. Va bu yerda ranked endi olkam ranked jamoamaydi, lekin bemalol lega qila olasizlar. Va akkaunt skinlariga kelgan bo'lsak, red skin 93 ta, super rare skinlar, ya'ni sverxeredga skinlar 101 ta, epichskiy skinlar 173 ta, bu vashshe ko'p. Va mythic skinlar 20 ta, почти. Lega vashshe dafiga ekan, 22 ta. Giperzaryadnilar 6 ta. Bu akkauntda nechta Brawl Pass plus olingan desanglar, o'zingizlar qarab ketasizlar. Mana misol uchun dafiga olingan, mana 6 ta ko'rasizlar va rangi boshqacha bo'ladi. Silver rang, oltin emas. Va bolalar, bugun sizlar bilan flex bo'ldi. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar va like bosinglar. Sizlar bilan flex. Hammaga rahmat.